Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizdan 56-betdan davom ettiramiz. Tamarinun mashqlar. Iqro vaktub, o'qing va yozing. Kayfa haluka ya abi? Ahvolingiz qanday ey ota? Demak, halun so'zi o'zbek tilidagi hol so'zi bilan, hol ahvol so'zi bilan bitta so'z, ya'ni holingiz, ahvolingiz qanday? Haluka sizning holingiz. Ya abi. Kayfa haluki ya ummi? Endi ayol kishiga bo'lsa haluki deb aytamiz. Sizning ahvolingiz qanday ey ona? Ayna aynab nuka. Aynabnuka ya Zaynabu? Sening o'g'ling qayerda ey Zaynab? Demak, qo'shib o'qisak aynabnuki. Aynabnuki ya Zaynabu? Sening o'g'ling qayerda ey Zaynab? Demak, qo'shib o'qilganda vasli hamzani o'qimaymiz. Demak, Zaynabga murojaat qilganimiz uchun aynabnuki deb aytamiz. Zahaba ila suqi, bozorga ketdi. Ayna bintuki ya Aminatu? Qizing qayerda ey Omina? Zahabat ila madrasati, maktabga ketdi. Demak, o'g'il bolaga mana bu yerda zahaba fe'li ishlatildi. Demak, qiz bolaga zahabat, ketdi degan ma'noda ishlatildi. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Na'am, hiya li. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Bu chiroyli soat kimniki? Demak, soat muannas bo'lgani uchun unga ko'rsatish olmoshi ham muannas ishlatildi. Ahiya laki ya Fatimatu? U sanikimi ey Fatima? Na'am, hiya li. Ha, u meniki. Ahadha qalamuka ya Muhammadu? Bu sening qalamingmi ey Muhammad? La, hadha qalamuka anta. Yo'q, bu sening o'zingning qalaming. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana min al madrasati lil mudiri. Ana u hozir maktabdan chiqqan chiroyli mashina mudirniki. Demak, mana bu allati so'zi mavsula deyiladi. O'zidan oldingi so'zga o'zidan keyingi so'zni sifat qilib yuboradi. Ya'ni hozir maktabdan chiqqan mashina deb o'sha chiroyli mashinaga sifat qilib yubordi. A anta muhandisun ya akhi? Siz muhandismi ey birodar, ey aka? La, ana tabibun. Yo'q, men shifokorman. A anti tabibatun ya ukhti? Siz shifokormi ey singlim? La, ana mudarrisatun. Yo'q, men mudarrisa, o'qituvchi ayolman dedi. Demak, qiz bolaga, o'g'il bolaga ishlatilishini e'tibor beramiz. O'g'il bolalarga demak qanday so'zlar ishlatiladi va qiz bolalarga qanday so'zlar ishlatiladi. Mana shu yergacha o'qiganimizda yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.